qo'yganmiz. Iliq suv. Iliq bo'lsa, qaranglar. E'tibor beramiz. Har doim ko'rsatmaymanmi? Namanganni yaxshi ko'rganim uchun ko'rsataman. Toshkentni ko'rsatmayman, Toshkentni. Sen ko'rsataman. Guruch soldik. Osh ko'p yeysizlarmi yo'qsa? Ana endi guruch nimaga soldim? Tasavvur qiling, bizning hujayralarimiz. Tushundingizlar? Hujayralarimiz shunaqa soppa-sog'mi? Shunaqa tozami hujayralar? Yo'q. Keling boyagidek o'sha hujayralarimizni iflos qilamiz. Chunki hammamizda muammo bor, to'g'rimi opa? Kerak qiling. Yana qarang. Siz yangi kelgansiz-ku. Qanaqa choptiring. Qarang, guruchni qoraygan. Qoraydi. Men hech narsa yolg'on qilmayapman, ko'ryapsiz. Mana suv, mana yo'l, mana guruch qoraydi. Ana endi bizani ajoyib qaysi mahsulotlarimiz haqida gapirishimiz yo'q. Qo'ying. Nima bo'ldi? Qaysini biz har kuni qanchadan ichishimiz kerak o'rtoqlar? Kim shu bugun ikkita paketli kayfi ichib bo'ldi? Aytinglar. Kim bugun kayfi ichib keldi? Hech kim. Ha? Mayli. İçmang. Qo'l ko'taramiz. Kim kayfi ichdi shu bugun? İchgan bo'lsangiz ko'p narsa nima deydi, o'zingiz uchun, o'z sog'lig'ingiz uchun nimadir qilsizlar. Ana endi e'tibor beringlar. Mana bu kayfimizni e'tibor bersanglar, xuddi nimaga o'xshaydi? Nimaga o'xshaydi? Sutga o'xshaydi. Xuddi bir ko'ryapsizlar, kofega o'xshaydi. Ichganlar bor ta'mini. Endi e'tibor beramiz. Qarang. Guruchda o'zgardimi yo'qmi? Qarang. Guruchda o'zgardimi? Ha? E'tibor beringlar. Bizning qaysi mahsulotlarimiz sizni organizmingizni to'yintirish bilan birgalikda, to'ldirish bilan birgalikda organizmingizni hujayralarini ham shunaqa nima qiladi? Ya'ni bizning har bir mahsulotimizda asosiy nima xususiyatlar bor? Ham tozalash, ham to'ldirish, ham tiklash xususiyatlari bor. Shuning uchun men bugun sizlarga to'g'risi ertalabgacha maqtashim mumkin bu mahsulotlarni. Vaqtimiz chegaralangan. Shuning uchun keling yana bir mahsulotimiz haqida gapiraman. Mana bu